Qurbonlikni qaysi odam qiladi desa, qurbonlik qilish uchun bugun zakotga yetgan odam bugun qurbonlik qilaveradi. Erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, qurbonlikni qilaveradi. Qo'ydan, tuyadan, buqadan, echkidan qurbonlik qilinadi. Erkagidan, ayolidan. Erkak urg'achi deb qo'yamiz. Biz yoshini aytmaymiz. Qo'y birga kirgan bo'lish kerak. 6 oy tepasiga Hanafiy mazhabi ruxsat bergan. Echki birga kirgan bo'lish kerak. Mol 2 ga kirgan bo'lish kerak. Tuya 5 va uni yuqorisi, mol 2 va uni yuqorisi, qo'y 6 oy va uni yuqorisi, echki 1 yosh va uni yuqorisi. Vaqti hayit namozini o'qib borgandan keyin qurbonlikni qilamiz va qurbonlikni qassobga pulini beramiz. Qassobga 1 kilo go'sht siz oling, terisini siz oling, dumini siz oling bo'lmaydi ekan. Qassobning pulini cho'ntagimizdan chiqarib rozi qilib beramiz. Terisini sotmaymiz. Agar sotsak, o'sha terini pulini ham sadaqa qilib yuboramiz. Nimaga biz hammasini Xudo uchun beryapmiz-da, lekin o'zimiz go'shtni yeb qo'yapmiz. O'shaning uchun qurbonlik so'ydirgan qassobga ustida guvoh bo'lib tursa yaxshi debdi. Bismillah Allohu akbar deb so'ysin, musulmon so'ysin. Ahli kitob ham mayli, lekin unda bizga ehtiyoj yo'q. Musulmon odam so'yadi. So'ygan qassob pulini berasiz. O terisini ehson qilsangiz, uni ham sadaqasini berib yuborasiz. O'zingiz ham ozgina yeb qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Va tarqatishlik xohlang 3 qism, xohlang olib qoling, xohlang ovqat qiling, xohlang boshqa bering. Mana shu narsa qurbonlik bo'ladi. Uyda otasi boy, o'zi ro'zg'or qiladi, 3 ta 4 ta bolasi bor, ayoli bor. Shu hamma yo'lni qaraydi, shu zakotga muhtoj nima qodir. O'sha odam qurbonlik qiladi, yetadi. Biroq bitta uyda, uy katta ekan, 2 ta aka-uka yashayapti. O'sha masala ozgina ixtilof bo'lib qolganda, 2 ta aka-uka yashayapti, ikkalasi ham zakotga qodir. Ikkalasi buqada sherik bo'lsa bo'ladi, lekin qo'yda sherik bo'la olmaydi. Bu o'zi zakotga qodir bo'lsa, o'zi so'yadi. Narigi odam zakotga qodir bo'lsa, o'zi so'yadi.